Şol Xurram jin turali aytib bersangiz. Biz men uni ismini ham tilimga olmayman. İsmi tilga olinadigan narsa emas. Bu narsa ularda haybati, ularda qilayotgan qirqlar oshib boraveradi degan. Men bularda jinlar bu darajada qilishligi mumkin emas. Bilmaydigan bo'lsa, Baqarani qo'ysin ash uyiga. Oyatul kursini bir marotaba o'qiydigan bo'lsa degan, bir marotaba o'qisa oyatul kursini. Ashi o'qigan musulmonni oldiga Allohning huzuridan bitta qo'riqchi farishta nozil bo'ladi, tushadi degan. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Janob qirqi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomı jana salavatlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli musulmon bir to'g'anlar. Qayradan sizlar menen biz Ilm Keni kanali. Jana qayradan ile Abduqahhar damlaning jinler bo'yicha mayegini ulantamiz. Damla hozirgi uchurda birinchi suro internetde şov bo'layotgan O'zbekistondan chiqqan Xurram jin turali o'zingizdagi bir ko'rsangiz kerak. O'shol Xurram jin turali aytib bersangiz, anan o'shol Xurram jinlerden чындап эле ал jinbi je odambi, je jinler menen байланышкан bir göz açık je baxşıbı, o'sholni kengire bir tushuntirib o'tib bersangiz. Va alaykumassalom va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eng alg'achqi Alloh azza va jallaga hamdlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Allohning salom va salovatlari bo'lsin. Xoyrul hadisi kitobulloh va xoyrul hadi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi va yo'llarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yo'li. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shunday zotki, Alloh azza va jalla va ma yantiqu anil hawa. Ul zot payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom musulmonlarning namunasi, musulmonlarning qarab ergashadigan va payg'ambarimizni hayotini tushirmoqchi bo'lib, qiyomatda payg'ambarimiz meni shafaat qilsin. Qiyomatda eng oliy jannat Firdavsul a'la jannatida Rasululloh bilan birga bo'laman deb, Rasululloh bilan birga jannatda shunday inshaalloh bir jannat bo'lamiz deb degan shunday bir niyatda xatti-harakatini 24 soatlar hayotini o'tkazayotgan odamlarga Alloh azza va jalla Qur'on Karimda aytadiki, payg'ambarni, ya'ni payg'ambarlarning oxiri payg'ambarimizni hayotida har bir musulmon odamning hayoti uchun namuna bor, ulgu bor. Payg'ambarimizni Alloh azza va jalla aytadiki, u payg'ambar va ma yantiqu anil hawa, o'zidan o'zi gapirmaydi degan. O'zini nafsidan kelib chiqib, odam o'zini nafsidan kelib chiqib, g'azab qilgan holatda yoki bilmagan holatda gapirib qo'yishi mumkin. Lekin Alloh azza va jalla payg'ambarimizni u gapirsa faqat vahiyni gapiradi dedi. Allohning so'zini. Allohning so'zi Qur'onda yozilgan bo'lsa, hadis qudusiy Allohning so'zi faqat Qur'onga yozilmagan. Endi payg'ambarimiz shunday zot bo'lganki, o'qishni ham, yozishni ham bilmagan. Lekin tabobatda, siyosatda, ta'lim berishlikda, sahobalarga ushashlikda, dinni yetkazishlikda faqat Allohning qalbiga solgan vahiysi bilan Rasululloh gapirgan, Rasululloh hayotini o'tkazgan. Yo'llarda eng yaxshisi, eng to'g'risi payg'ambarimizning yo'li bo'lar ekan, payg'ambarimiz bu jin olami haqida ham yoki undan boshqa nimaki bir holat bo'lmasa, har bir narsada bizning shariatimizda chechim bor. Agarda musulmon odam har qanaqa bir qiyinchilikka tushmasin, bularda qiyinchilikdan ko'ra qattiqroq bir qiyinchilikka tushsa, shariatni ushlaydigan bo'lsa, Alloh nima degan, Rasululloh nima degan deb shu Rasulullohni, Allohni buyrug'ini mana shu ishda ushlaydigan bo'lsa, albatta chechim bor inshaalloh. Albatta yo'l bor. Bu narsa shunday bir yo'li bekik narsa emas. Alloh azza va jalla innal halala bayyinun va innal haroma bayyinun. Ana payg'ambarimiz aytadi, halol ham ochiq oydin, harom ham ochiq oydin. Bo'ldi.
Endi biz bunga to'xtaladigan bo'lsak, bir voqea bo'ladi, qisqacha qilib aytib ketamiz bu narsani. Bir sahobaga jin ilashib xabar keladi. Shunda payg'ambarimiz bilan birga bir sahoba boradi-da, ana shu jin ilashib olgan sahobani oldiga, Rasulullohning oldidagi esimdan chiqib turibdi hozir. Shu sahoba borib turib, boshini, qo'lini boshiga qo'yib turib, bitta oyat o'qiydi. O'qiganda haligi jin shu odamdan chiqib ketadi. Rasululloh qaysi oyat o'qidingiz deydi. Deganda afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, bekorga yaratilganmiz deb o'ylaysizlarmi degan oyat bor. Shu oyatni o'qiganda jin chiqib ketadi Allohdan qo'rqib. Shu oyatni o'qidim ey Rasululloh deganda, agar mana shu oyatni mana shu ixlos bilan agar toqqa qaratib toqqa o'qiydigan bo'lsangiz degan, tog' erib ketadi degan. Allohning so'zi, Allohning bir so'zi har qanday narsadan buyuk. Bu jin degan maxluq ekan. Payg'ambarimiz men buyurgan narsani, men sizlarga buyurgan narsani kuchinglar, quvvatinglar, toqatinglar yetsa qilinglar. Lekin men qaytargan narsadan qaytinglar dedi. Payg'ambarimiz bizni nimaga buyurdi? Payg'ambarimiz tahajjud namozini o'qishlikka, tahoratdan keyin nafl namozlar, farz namozdan tashqari nafl ro'zalar, zakotdan tashqari nafl sadaqalar, undan qo'shniga yaxshilik qilishlik, barcha bir yaxshi amallarga buyurdi. Qo'lingdan kelsa qil shu ishni. Lekin men qaytargan narsani albatta qaytgin dedi. Payg'ambarimiz qaytardi jinlarni ulug'lashlikdan. Payg'ambarimiz musulmonlarning namunasi, o'rnagi, qudvasi bo'lgan payg'ambarimiz jinlarni ulug'lashdan qaytardi. Eng yomon narsa bu. Jinni ulug'lashlik nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ashablaridan bir odam birga ketayotganda cholinib yiqilib tushadi. Ali sahoba turdida qaqinib turib, Rasululloh meni jin choldi dedi. Dedi. Payg'ambarimiz unday demagin dedi. Qarang, jin choldi degan gap bu. Unday demagin dedi. Agar sen meni jin choldi desang dedi, bu ishda sen jinga to'ngaydigan bo'lsang, sen jinni ulug'lagan bo'lasan dedi. Haybatini ko'targan bo'lasan-da, jin kattayib ketadi, hattoki uyda singari bo'lib ketadi dedi. Katta dev bo'ladi dedi. Agar seni jin cholgan bo'lsa ham, o'zimni tezligimdan yiqildim. O'zimni tezligimda oyog'im chalkashib ketib yiqildim deb ayibni o'zingga oladigan bo'lsang dedi. Jin cholgan bo'lsa ham, sen jinni tahqirlagan bo'lasan. Sen jinni ishiga ahamiyat bermasligi bilan sen jinni tahqirlagan, pastga urgan bo'lasan-da, jin pashani singari haliyati zaif bo'ladi, kichkinayib ketadi dedi. Shu sababdan biz qaysiki bir xonadon bo'lmasin, bu aytayotgan so'zlarimiz eng avvalo o'zimga, o'zimning nafsimga va boshqa shunaqa bir musibat bilan musibat ko'rayotgan opa-singillarimiz, mana ejalarimiz, aka-ukalarimiz, bizdan katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, mana shunday bir musibat bilan musibatlayotgan odamlarga aytadigan payg'ambarimizning hadisi, nasihat so'zlari, jinni ulug'lamanglar. Misol bir odamga jin kirib oldi, jin tegdi. Mana shu odamning boshi og'riydigan bo'lsa, meni boshimni jin qisiyapti deydi. Shu so'zni Rasululloh qaytardi. Jin qisayotgan bo'lsa ham, shuni ayibni o'zingizga oling. Yo qon bosimim, davlenam tushib ketdi deng-da. Jin qilayotgan bo'lsa ham, haligi jinni qiladigan ishi zaiflashib boraveradi. Agar jin og'rityapti deydigan bo'lsa, unda jinni haybati yana ham kattayib boraveradi dedi, jinni qilig'i ko'payaveradi dedi. Shu sababdan bu narsani jin yozyapti, jin ana qilyapti, jin buni qilyapti-da, hamma narsani jin deyishligi shariat qat'iy tiyu so'g'an narsa, qaytargan narsa. Endi bu narsani buncha serial qilib, bu narsani ko'paytirishlik emas. Bu narsani oddiygina bir chechim bilan chechib qo'yish mumkin. Inshaalloh yechiladi bu narsa. Payg'ambarimiz qaysiki bir xonadonga Baqara surasi o'qilsa yoki qo'yiladigan, tilovat qilinadigan bo'lsa, mana shu xonadonga jin shayton kirmaydi dedi. O'shunda tomlar
Ошо Бакарада мисалы дистен, DVDден койсочу, телефондон койсочу, колонкадан атайын чыгарса боло береби? Kifoya qiladi inshaalloh, bo'ladi. Telefondan bo'lsin, DVDdan bo'lsin. Mana hozir televizorlarda ham hattoki Qur'on kanallari bor. Mashinada ham hattoki Baqarani qo'yib qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh shu narsa kifoya qiladi. Mana shu narsa qo'yishligi bilan ana shu uydagi jinlar chiqib ketadi. Bu sodiqul masduq, to'g'ri so'zlovchilarning eng to'g'ri so'zlovchisi va o'zini nafsidan emas, faqat Allohni vahiysi bilan gapiradigan Rasulullohning so'zi bu. Shu sababdan Baqarani qo'ysin bo'lib chiqib ketadi. 7 agar bu narsa bo'laradigan bo'lsa, Allohga qasam bu narsa jin bo'lmaydi. O'sha Baqarani to'liq qo'yish kerakmi? To'liq qo'yish kerak. Bir qo'yganda to'liq qo'yish kerak. Uzmasdan. Uzmasdan shu narsani to'liq qo'yishligi bilan inshaalloh bu narsa chechiladi. Biz eng avvalo o'zimga va boshqa mana shu eshitayotgan birodarlarimizga aytadigan so'zimiz, odamni qiyomatda jannatga qarab qadami yurmaydi, 4 ta narsa haqida so'ralmasdan turib. Qadami o'rnidan jilmaydi. Yo yoqqa yo bu yoqqa qadami jilmaydi. Shundan bittasi vaqt. Vaqt bu Allohniki. Vaqt bandaniki emas. Misol birodar, bo'lmasam aka yuring, mayka masjidga chiqib namoz o'qib qaytamiz desa, shashilayotgan vaqtim yo'q deydi. Ha bo'lmasam masjidga hasharga, bo'lmasam do'stmga hasharga yuring desa, vaqtim yo'q. Vaqt bu Allohniki. Bu vaqt haqida, bu vaqtni har bir olayotgan nafas sekundlarimizgacha Allohning oldida javob berar ekanmiz. Mana shu ish bilan shunaqa behuda, shariatda negizi yo'q. Shariatda bu muboh bo'lsa ham maylidir. Muboh qilsa savob ham emas, gunoh ham emas, bo'lsa amal bo'lsa, shunaqa amal bo'lsa maylidir. Lekin bu muboh amal emasda bu. Bu tiyuv solingan. Bu narsa qat'iy zajr kalimalari bilan, qattiq so'zlar bilan qaytarilgan amal bu narsa. O'zini vaqtiga va qanchalagan odamlarni mana shu internet orqali shu narsani ko'rib, mana shu narsani vaqtini ketkazishga bu odam sababchi bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni o'rniga foydali bir narsani agar shunaqa kanallariga yuklab, shu odamlarni vaqtini foydali narsadan foydalantiradigan bo'lsa, inshaalloh shunda ham savob bo'ladi, ham o'ziga inshaalloh daromad bo'ladi. Shu sababdan aytadigan narsamiz, men uni ismini ham tilimga olmayman. Ismi tilga olinadigan narsa emas. Bu narsani u darajada qilib ko'tarmasin. Bizning musulmonchilik, birodarchilik vazifamiz aytib qo'yishligimiz, aytishlik bizdan, eshitish odamlardan, hidoyat, natija, tavfiq Allohdan. O'sha video tartib yurgan bolaga nasihatingiz bo'ldi, siz nasra? Nasihatimiz eng avvalo shu bolaga, o'zimizga inshaalloh va boshqalarga ham. Jinlerni tartib, anan shunday bo'ldi, anan bunday bo'ldi degan so'z bargan sayin jinni g'ayra haligi kuchlantirganga o'ng'uchilik tuzilib kelayotganda. Albatta, Alloh azza va jalla Jin surasida fazaduhum rahaqa degan. Ularda haybati, ularda qilayotgan qirlar oshib boraveradi degan. Men bularda jinlar bu darajada qilishligi mumkin emas. Biz bu narsani Alloh bildirgancha ilm bildirgancha bilar ekanmiz bu narsani. Lekin bu darajada qilib, bu darajada odamlarga ziyon berishligi bu jinni qo'lidan keladigan narsa emas. Oddiygina qaysiki bir odam ixlos bilan Fatihani o'qisin, ixlos bilan Fatihani o'qisin, inshaalloh bu narsa albatta daf bo'ladi. Agar Fatihani o'qishni bilmaydigan bo'lsa, Baqarani qo'ysin shu uyga. Rasulullohning aytayotgan narsasi, men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytayotgan narsamiz emas. Baqarani qo'ysin, inshaalloh kifoya qiladi shu narsasi. O'shanda bu uyguli o'sha jindan, o'sha jinbe je boshqavi je bir ko'rinmay turgan bir maxluq bu, o'shandan qutulish uchun Baqara surasini o'qish kerak. Da'v nelarda tashkil zikr bormi? Bunda eng birinchi uyni qo'rg'onlashlik uchun, uyni shu qashig'alab, shu uyni qo'rg'onlab, shu jin shayton kirgizmaslik uchun eng avvalo Baqara surasi bo'ladigan bo'lsa, o'qiladigan bo'lsa, uy qo'rg'onlanadi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytadiki, qaysiki bir musulmon deydi. Kechki mahal ala firoshihi degani to'shagining ustida yotadigan divani bo'lsin, qirovati bo'lsin, pastel to'shagining ustida Oyatul Kursini bir marotaba o'qiydigan bo'lsa degan, bir marotaba o'qisa Oyatul Kursini, ashi o'qigan musulmonni
oldiga Allohning huzuridan bitta qo'riqchi farishta nozil bo'ladi, tushadi degan. Ana shu farishta qo'rg'aydi. Farishta qo'rg'aydi. Ana shu farishta nimadan qo'rg'aydi? Ilon chaqishidan, chayon chaqishidan va u odamning uyqusini jin buzishligidan, jin u odamni apchib ketishligidan, jin u odamni ko'tarib chopishligidan, jin kirib olishligidan nimaki holat bo'lmasin, Allohning huzuridan, Allohning izni bilan, buyrug'i bilan, oyatlar Qur'onning fazilati bilan ash odamning oldiga tushadi. O'qish kerak. Ularimiz har bir musulmon shu narsani o'qiydigan bo'lsa, mana ertalabgacha inshaalloh bu odam farishtaning himoyasida bo'ladi. Undan tashqari mana bomdoddan keyin, bomdod namozidan keyin, asr namozidan keyin o'qiladigan duolar bor. Mashhur payg'ambarimiz tark qilmagan. Umr mobaynida oldingi va keyingi gunohlar kechirilgan. Payg'ambarimiz tark qilmagan mashhur duolar bor. Mana shu duolarda tongi tungi degan zikrlar bor. Shu duolarni o'qish kerak. Shu duolarni o'qiydigan bo'lsa, inshaalloh har bir duoda o'zigacha bir fazilatlari bor. Mana shu duo o'qigan duolar sababli inshaalloh ular qo'rg'onlanadi. Bundan tashqari bular mana jinlar olovda 3 kunidan yaralganligi uchun bular suvdan qo'rqadi va suvdan qo'rqadi asosan uydagi jinlar, lekin g'avvos uy jinlari ham bor. Bu asosan uydagilar suv va dengiz tuzidan. Dengizni tuzi bo'ladi. Dengiz tuziga, suvga dam solib turib, rukuy oyatlarni o'qib turib, shularni aralashtirib shu uylarga sepadigan bo'lsa, shunda inshaalloh shu jin kirmaydi. Misol bir odam basiriq bosadi, qattiq qiylanadi, mana hattoki oyog'idan ko'tarib so'dirashi ham mumkin jin. Qilishi mumkin bu narsani. So'dira eshikgacha olib chiqishi mumkin. Bo'lmasam uyqusida olib ketib olishi mumkin. Shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, mana xossatan mana shu xonadonda bo'layotgan ishlar, mana shular kechki mahal yotishdan oldin uyga shunaqa namakab dam solingan suvni, namakab sho'r suvni shu to'shaklarni olib, shu palas bo'lsin, gilam bo'lsin, ustidan sepib, yengil bismillah deb. Keyin shu yerda yotiladigan bo'lsa, bu narsa ketadi. Agar bir jinni uyi bo'lishi mumkin bir yerda, faqat bir joyda. Ashirdan jin tushayotgan bo'lishi mumkin. Ashirga shu namaka suv agar uriladigan bo'lsa, inshaalloh Allohning iznidan ashirga jin shayton qaytib olmaydi. Chachib qo'yish kerak. Chachish kerak, ha? Masalan, shkaf bo'lsin, boshqa bo'lsin, toqcha bo'lsin, chachish kerak. Bo'ldi, bu narsa qaytib bo'lmaydi inshaalloh. Qo'l bilan chachsa-dag'i, yo'lsa shipirg'ini sulab turib chachsa-dag'i bo'ladi. Va inshaalloh. Nima qilib bo'lmasin, shu narsa tegadigan bo'lsa, faqat u oddiy suv emas, faqat rukuy oyatlar o'qilishligi kerak.